Kitob.uz taqdim etadi. Alloh taologa yetishish asoslari. Ibnul Qoyyim Qur'on xitobining mazmuni sarlavhasi ostida shunday deydi: Qur'on xitoblari haqida tafakkur qiling, shunda olamlar podshohini taniysiz. U shunday podshohki, barcha mulk unikidir, barcha hamdu sano unikidir, barcha ishlarning jilovlari uning qo'lidadir. Barcha ishlar u zotdan boshlanib, u zotning o'ziga qaytadi. U o'z saltanati uzra oliy bo'lgan zotdir. Uning saltanatidagi biror yashirin narsa u zotdan maxfiy bo'lmaydi. U zot bandalarining ichidagi narsalarni biladi. Ularning siru oshkorlaridan xabardordir. Bir o'zi saltanatini boshqaradi, ko'radi va eshitadi, beradi va man qiladi, mukofotlaydi va jazolaydi, aziz qiladi va xor qiladi, yaratadi va rizq beradi, o'ldiradi va tiriltiradi, taqdir qiladi, qazo qiladi va tadbir qiladi. Ishlarning bari, kichigidan tortib kattasigacha uning huzuridan tushadi va natijasi unga ko'tariladi. Borliqdagi hech bir zarra uning iznisiz qimirlamaydi. Birorta barg uning ilmisiz shoxdan uzilib tushmaydi. Ya'ni birorta yaproq tushsa ham uni aniq biladi. Qur'on xitoblarini tafakkur qiling. Shunda olamlar podshohi qanday qilib o'ziga o'zi maqtov aytayotganini ko'rasiz. Shuningdek, u zot qanday qilib o'zini o'zi ulug'layotganini, o'ziga hamd aytayotganini, bandalariga nasihat qilayotganini, ularni baxt saodati va najoti bo'lgan narsaga yo'llayotganini va o'sha narsalarga ularni rag'batlantirayotganini, ularni halokati bo'lgan narsadan ogohlantirayotganini, ularga o'z ismlari va sifatlarini tanitayotganini, o'z ne'matlarini ato etish bilan ularga suyukli bo'layotganini ko'rasiz. Alloh bandalariga o'zining ne'matlarini eslatadi va bu ne'matlarning komil bo'lishiga sabab bo'luvchi ishlarga buyuradi va ularni o'zining azobidan ogohlantiradi. Shuningdek, bandalar itoat qilsalar ularga qanday karomat hozirlab qo'yganini va mabodo osiylik qilsalar ularga qanday jazo hozirlab qo'yganini eslatadi. Qolaversa Alloh taolo o'zining do'stlariga va dushmanlariga nima qilganini xabar beradi. Hamda ularning ham bularning ham oqibati qanday bo'lganini xabar beradi. Alloh Qur'onda o'z do'stlarining solih amallari va go'zal sifatlarini aytib maqtaydi. Dushmanlarining yomon amallari va jirkanch sifatlarini aytib yomonlaydi. Turli misollar, xilma-xil dalil va hujjatlar keltiradi. Dushmanlarining shubhalariga juda chiroyli javoblar beradi. To'g'ri odamni to'g'ri deydi, yolg'onchini yolg'onchi deydi, haq so'zni so'zlaydi va to'g'ri yo'lga yo'llaydi. Alloh Qur'onda tinchlik diyoriga, ya'ni jannatga chaqiradi. Uning sifatlarini, go'zalligini va ne'matlarini eslatadi. Halokat diyoridan, ya'ni do'zaxdan ogohlantiradi. Uning azobini, jirkanchli ekanini va og'riq alamlarini eslatadi. Bandalarning Allohga muhtojligini, bo'lib ham har jihatdan u zotga nihoyatda muhtoj ekanini, hamda ko'z ochib yumguncha ham Allohdan behojat bo'la olmasliklarini eslatadi. Shuningdek, Allohning barcha mavjudotlardan behojat ekanini, u zot o'zidan boshqa barcha narsadan o'z-o'zidan behojat ekanini, qolaversa u zotdan boshqalarning bari unga o'z-o'zidan muhtoj ekanini eslatadi. Yana eslatadiki, hech kim Allohning fazlu marhamatidan ortiq zarracha ham yaxshilikka yetisha olmaydi. Hamda u zotning adolati va hikmatidan ortiq zarracha ham yomonlikka yo'liqmaydi. Qur'on o'qigan odam Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandalarini juda muloyimlik bilan koyishining guvohi bo'ladi. Shu bilan birga yana guvoh bo'ladiki, Alloh ularning xato kamchiliklarini kechirib yuboradi, uzrlarini qabul qiladi, fasodlarini isloh qiladi. U bandalarini himoya qiladi, o'z panohiga oladi, ularga yordam beradi. Ularning foydalarini o'z kafolatiga oladi. Ularni barcha g'am-qayg'u va qiyinchiliklardan qutqaradi. Ularga bergan va'dasiga vafo qiladi. Qur'on o'qigan odam yana guvoh bo'ladiki, Alloh bandalarining valisidir.
va bandalarining u zotdan boshqa valisi yo'qdir. Alloh bandalarining haqiqiy hojasidir, shuningdek ularning dushmanlariga qarshi yordamchisidir. U zot naqadar yaxshi hoja va naqadar yaxshi yordamchidir. Agar qalblar Qur'ondan juda buyuk, rahmli, sahiy va chiroyli podshohni ko'ra olsa, qanday qilib qalblar uni yaxshi ko'rmasligi mumkin? Qanday qilib qalblar unga yaqinlashishga musobaqalashmasligi mumkin? Qanday qilib qalblar barcha nafslarini u bilan do'stlashishga sarflamasligi mumkin? Qanday qilib qalblar uchun u zot hamma narsadan suyukliroq bo'lmasligi mumkin? Qanday qilib qalblar u zotning roziligini boshqalarning roziligidan ustun ko'rmasligi mumkin? Qanday qilib qalblar Allohning zikrini qilmasligi mumkin? Qanday qilib u zotning muhabbati, u zotga ishtiyoq va u zot bilan yupanish qalblarning ozuqasi, quvvati va davosi bo'lmasligi mumkin? Agar qalblar mazkur ma'nolarni yo'qotsa, ular buziladi, halok bo'ladi va o'zining tirikligidan foyda ololmaydi. 3-kalit. Sahar paytida tavba tazarru qilish. Tong sahar paytida turing. Hamma yoq sokin. Odamlar uyquda paytida tahorat oling. Subhanalloh, orangizda qancha odam falonchi shayx bilan uchrashishni, u bilan birga o'tirishni, suhbatlashishni, diydorlashishni xohlaydi. Robbingiz bilan uchrashishni xohlamaysizmi? Bomdoddan avval Robbingiz oldida yolg'iz o'tirishni istamaysizmi? Qalbingiz Allohu akbar, Alloh buyuk degan ma'no bilan to'lgandan keyin u zotga quyidagicha duo qilishni istamaysizmi? Allohim, mashriq bilan mag'rib orasini uzoq qilganingdek, men bilan gunohlar orasini uzoq qilgin. Birodarlar, Allohga qasamki, dunyodagi barcha lazzatlar tunda Allohga qilingan munojotning lazzatiga teng kelolmaydi. Ya'ni Robbingiz Alloh taoloning oldida hokisorlik, siniqlik va qo'rquv bilan turib, u zotga nido qilib, sano duosini aytasiz. Hanif va musulmon holimda yuzimni osmonlar u yerni yaratgan zotga qaratdim. Zero men mushriklardan emasman. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Ayting, albatta namozim, ibodatlarim, hayotu mamotim butun olamlarning parvardigori bo'lmish Alloh uchundir. U zotning sherigi yo'qdir. Mana shunga buyurilganman va men bo'ysunuvchilarning peshqadamiman. An'om surasi 162-163 oyatlar. Namoz o'qib o'zingizning tilovatingizni tinglang. Xonangizda bo'ladimi, ayvonda bo'ladimi, tomda bo'ladimi, yoki uyingizning quyi qavatidagi masjidda bo'ladimi? Allohga so'zlayotganingizni his qilasiz, nido qilasiz, munojot qilasiz. Siz bilan Allohning o'rtasida sir va aloqa borligini his qilasiz. Do'stlik, muhabbat, qurbat aloqasi. Naqadar go'zal uchrashuv, naqadar buyuk holat, naqadar go'zal suhbat. Bu olamlarning podshohi Rahmon bilan uchrashuvdir. Ushbu holatni Alloh bilan birgaligingizni his qilganingizda, ayni shu damda Alloh sizni rahmatlarga g'arq qiladi. Shunday ekan, sahar paytlarida tavba tazarru qiling. Bu juda qimmat vaqtdir, uning o'rnini dunyodagi boyliklar qoplay olmaydi. Qalbingizni himoyalash uchun tavba tazarru qiling. Abdulloh ibn Amr ibn al-As roziyallohu anhuma aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: kim 10 oyat qiroat qilish bilan tunda namoz o'qisa, g'ofillardan bo'lmaydi. Kim 100 oyat qiroat qilish bilan tunda namoz o'qisa, toat ibodatli bandalardan bo'ladi. Kim 1000 oyat qiroat qilish bilan tunda namoz o'qisa, behisob ajr savobni qo'lga kiritgan muqontirlardan bo'ladi, dedilar. Abu Dovud rivoyati. Muqontir qintor ajru savob yozilgan kishi. Qintor Tabaroniyda Fuzalo ibn Ubayd va Tamim ad-Doriyning hadisida aytilishicha, dunyo va undagi narsalardan yaxshiroqdir. Robiatul Adawiyya rahimahulloh Abdulaziz ibn Salmonni Sayyidul Obidin, ya'ni obidlarning sayyidi deb nomlar edi. Abdulaziz ibn Salmon obidlarning uyqu bilan nima ishi bor? Allohga qasamki, bu dunyoda zaruriy uyqudan boshqa uyquga o'rin yo'q, der edi.
U kishining o'g'li Muhammad otasi haqida shunday der edi: Otam tunda tahajjud o'qishga turganida hovlida kuchli shovqin va ko'p suv oqqanini eshitdim. Keyin jillar tahajjudga uyg'onib, otam bilan birga namoz o'qishganini ko'rdik. Ajrada Al-Amiyya rahimahullohni eslaylik. Rajo ibn Muslim Abdiydan rivoyat qilinadi. Ajrada Al-Amiyyaning uyida mehmon bo'lib turar edik. U ayol kechalari namozda qoyim bo'lardi. Ba'zida kechaning avvalidan to sahar vaqtigacha bedor bo'lardi. Sahar vaqti kirgach, o'zining mahzun ovozi bilan shunday deb nido qilardi: Allohim, obidlar sen uchun tun qorong'uligini sahar zulmatlariga qadar takbir bilan bedor o'tkazdilar. Ular sening rahmatingga, mag'firating fazliga erishdilar. Ilohim, boshqadan emas, faqat o'zingdan so'rayman. Meni sening huzuringdagi peshqadamlarning avvalgi guruhidan qilgin. Muqarrab bandalar darajasiga ko'targin. Solih bandalaring qatoriga qo'shgin. Sen karamlilarning karamlisisan, rahimlilarning rahimlisisan, buyuklarning buyugisan. So'ngra sajdaga yiqilib, sajdasida yig'lab duo qilib, to bomdod vaqti kirguncha shu holda turardi. Bu uning 30 yillik odati edi. Afiratul Obidaga tunlari uxlamaysiz deyishganda, u ayol yig'lab shunday degan: Mening ham uxlagim keladi, lekin unday qilolmayman. Axir har bir kishini ikki saqlovchi farishta kecha-yu kunduz uxlamay muhofaza qilayotgan paytda u qanday qilib uxlashi mumkin? Ular ayollar: Siz erkaklar qanisizlar? Erkaklarning sho'ri qurisin. Demak, xulosa shuki, eng avval gunohlarni tark qiling. So'ng Allohning kitobini tilovat qiling. Fahmlang, tadabbur qiling. Qalbingiz erishi va g'ubordan poklanishi uchun xokisorlik bilan, mahzunlik bilan tilovat qiling. So'ng rohatli hayot kechirish uchun va munojat lazzatini tatib ko'rish uchun sahar paytida tavba tazarru qiling. Ushbu kalitga egalik qiling, lekin me'yordan oshib ketmang. Aks holda asalari uyasini buzib yuborib, asalsiz qolishingiz mumkin. Shunday ekan, Alloh tomon yuzlanib ketayotgan birodarim, asal to'plash uchun va asalari uyasini buzib yubormaslik uchun kalitlar ilmini bilishga astoydil harakat qilishingiz kerak.